Endi boyaga aytgandek ikkinchi toifa odamlar bilan bo'lsangiz, hayotingiz har qancha zo'r bo'lmasin, ularni o'lchovi bilan yuradigan bo'lsangiz, norozi bo'laverasiz hayotingizdan. O'zi zo'r yurish-turishingiz, turmushingiz. Lekin dunyoda qo'ygan odamlarga ulpat olib qolsangiz, yeta olmaysiz ularga, ishonavering. Mana mashinani olib endi xursand bo'lib turdingiz, undan keyingisini oldi ular. Endi uni olish kerak endi. Biz o'zimizni hayotimizni o'zimiz achchiq qilamiz, birodarlar, ulpat tanlayatib turib. Boyaga duo. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Mas'uddan Imom Ahmad keltirgan hadis, sahih hadis. Ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqal. Agar qaysi bir odamga g'ammidi, qayg'umidi yetsa, shunday desin. Allohumma inni abduk va ibnu abdika va ibnu amatika. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allahu hammahu va huznahu va abdalahu makanan farah. Agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa, u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman.